1130 so'mdan to'g'ri kelyapti. Bunaqa narx hech qayerda yo'q. Yalang oyoq yoshligimni eslasam. Keyin gullarni olib kartiringizda maza qilib radomdan chiqib oldingizmi? Bolajonimizga allergiya bermaydigan zo'r tagliklar tanlashdanmi biz sizga shunaqasini topib qo'ydik. Pompi brendi ostida o'zlarining shaxsiy narsalarini ishlab chiqaryaptilar. O'tgan safar aytganlar 20 yillik tajriba bor. Uni odam bilan terida kontakt bo'ladigan qismida aloe veralar bor. Bu konkret allergiya tarqatmaydi. Aka o'tgan safargi bozordan keyin bog'onlar ketdi. Bizga telefon qilib, telefonni olmayapti, o'chirib qo'ygan. Nima bo'ldi? Operator ishlamay qoldi. Nima berasiz? Shu razmerimiz bor. 80 mingdan sotamiz, shuni beramiz. Pompi gipoallergen Koreya texnologiyasi ichkarida ishlatilgan mahsulotlar ham koreyskiy bo'ladi. Uchlik 60 ta bo'ladi. 68 dan bosamiz. Mayli aka, xo'p. Aka o'tgan safar dastavka qo'shib berardingiz. Bu safar qanaqadir bir boshqacha bir shoular qilaylik. Buni sotib olgan odamning nomerini yozib olasiz. Bir haftada bir marta random qilib turib, chiqqan nomerlarga televizormi, mikrovolnovka, kir mashina, xolodilnik ham kichkintoy komfortda bo'lsin, ham xonadonning kami bo'lsin. Mayli aka. Voh, hidi ham dahshatda. 6 kilolik krizni bemalol yuvib beradi. Bir donasi 25 gira. 6 qavatli bo'lmaganlarni qayerda ko'rgansiz? Faqat biz arzonga sizga sotib beramiz. Akalarning nomerlarini yozib qo'yapmiz. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu videoni shunaqangi oilasiga komfort chopki qilib qo'yadigan okaxonlarga jo'natib qo'yinglar. Xizmat olsa, mashattamiz. Yalang oyoq yoshligimni